Misol uchun kompyuter savodxonligi, front-end, back-end, Python, Flutter, data science va sun'iy intellekt hozirgi kunda robototexnika ham bunga kiradi. Jamiyatimiz yuqorida aytilganda hamma yo'nalishda axborot xavfsizligi yo'nalishiga o'tyapti. Informatika fanidan shu olimpiadaga viloyat bosqichiga qatnashib, viloyatdan respublikaga yo'llanma oldim. Birinchi o'rinni olib, hozirda shu masalalar bo'yicha C++ dan tayyorgarlik ko'rib bormoqdaman. Asosiy e'tibor hozirgi kunda kiberxavfsizlik bo'lyapti, bilasizlar. Ma'lumotlarga hujumlar bo'lyapti. Bundan beriga dunyoqarashimiz, fikrlashimiz, o'shanday jinoyatchilarni aniqlashimiz uchun biza ana shu yoshlarni tarbiyalab, shunga o'rgatishimiz kerak bular. Birinchi masala. Ikkinchi masala, ana bizda robototexnika bo'yicha yo'nalish, undan tashqari zamonaviy mana hozirgi dunyoda amalga oshiriladigan dronlar bo'yicha bilimga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun Navoiy viloyati, Navoiy shahrida joylashgan sensorika o'quv markazi, Navoiy akademik litseyimiz bilan birgalikda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha tushunchalar berilib, qanaqa yordam kerak bo'lsa bir-birimizga ko'rsatib, tushuntirib kelamiz. Men o'ylayman, kelajakda o'quvchilarimiz mana shu narsalar bo'yicha harakat qilishib, yaxshi natija beradi va xalqimizga, vatanimizga xizmat qiladigan ajoyib yigit-qizlar bo'ladi deb o'ylayman.